Assalomu alaykum aziz umrachilar, ziyoratchilarimiz, sayohatchilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib boradiganlar. Hurmatli aziz ziyoratchilar, do'stlar, shu video ko'rib turibsiz. Albatta niyat qilib qolaman. Bizda 3 kun paket bor, 3 kun imkoniyatingiz bor. Standart 17 kunlik ota-ona paketi va 1 oylik paketimiz. Hikmat Travel bilan kelsangiz, albatta chiroyli holatda 50 bosh, 1000 boshdan tashqari sizlarga o'zimiz shaxsan o'zimiz yollashib xizmat ko'rsatamiz. Ota-onangizni $50, $100 qaramasdan, ko'chimasdan qaytib borganda rasxod qiladigan pulni ayamasdan bu yoqqa jo'natasiz. Bu yerda 14 kunligi safar davomida kamchilik topmasdan yoki ko'rmasdan chiroyli holatda ibodat ketadi. Bu yerda kamchilik topib, qiynalib 3 kun yoki 50 bosh xizmatida, mehmonxonada ovqatlanishda kamchilik topib, qiynalib ibodatlar chala qolib ketib O'zbekistonga borgan yoqmadimi yoki bu yerda kamchilik ko'rmay chiroyli ibodat qilib O'zbekistonga borgan yoqadimi? O'zbekistonga kamchiliksiz va ziyorati chala qolib 50 bosh xizmatdan ko'ngli to'lmasdan O'zbekistonga borib oshiqcha rasxod qilib $200-300 kimnidir ko'nglini olish maqsadida xarajat qilgandan ko'ra xarajatni shu yerda qilib $100 oshiqcha to'lab bo'lsa. Bizda standart bor, ota-ona paketi va 17 kunlik 1 oylik paket bor. Assalomni qoldirib qo'yaman bir qator aloqaga chiqib borasizlar. Narxlari bo'yicha reyslarimiz 1-avgustdan sentyabrda boshigacha qo'yilgan. Vodiy, Namangan, Andijon, Farg'onaga qaysi kunga niyat qilgan bo'lsangiz, vizangiz bo'lsa $100 arzon, vizangiz bo'lmasa $1000 dan telefon qilib 950 qilib beramiz. Bir kishidan 6 kishi bo'lsa yengil qilib beramiz. Aloqaga chiqib borasizlar. Qozog'iston, Tojikiston bilan ham Tojikiston shevasida gapirib tushuntirishda 50 boshlar kamchiliksiz tushuntirib oladi. Rus tili bo'lsa rus tili. Hurmatli do'stlar, yurtdoshlar, ushbu videoda bir ma'lumot aytib o'tib ketmoqchiman video davomida. Albatta siz Makka mukarramaga kelganingizda ota-onangiz birinchi kuni umra amallarni bajarishga qiynaladi yoki keyin tavoflar qilgani, olib chiqqani qiynalasiz. Agar arabangiz bo'lsa, Madina Munavvarada ko'pchilik arabasi qolib ketadi, yo'qolib qoladi yoki umuman yo'q bo'ladi. Kelganda yosh katta arabasiz ham kelsa, arabada yurishga ehtiyoj bo'lib qoladi, charchab qoladi. Shu holatda mana shu Makka mukarramani shu oldida Zamzam suvi bor, bu tomonda Zamzam suvidan shunday o'ngga burilib, chapga burilib kelganingizda mana ya'ni free white point deyapti. Change peaceful point. Bu yerda siz bepul araba olib foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu insonlar araba olish uchun turibdi. Vizangiz ko'rsatasiz, arabani olasiz. 1 kun, 2 kun qolasiz. Bu yerda 11 kun davomida bo'lasizmi? Bugun olib 11 kun yashab, mehmoningizga olib ketib, olib yurib, lekin 10-kuni, 11-kuni ketadigan bo'lsangiz, 50 bosh aytadi, qachon ketishingizni, registratsiya mehmonlarni ketish vaqtingizni 1 kun oldin yoki 2 soat, 3 soat oldin kelib topshirib ketishinglarni maslahat beraman. Bu yerga yozib qo'yganman, arabani olib kelsin, qaytarib olib kelishni iltimos qilamiz deb. Vizangiz ko'rsatib, mana akno bor. Portga shu yerga ko'rsatib vizangizni yoki shunday kutib tursangiz, viza ko'rsatmasdan hozirda araba beryapti ekan, viza pasportdan shart emas deyapti. Olsangiz bo'laveradi. Albatta do'stlar, ota-onasini yaqinlari bilan kelganda qiynalmasin degan maqsadda shu ma'lumotni yetkazib qo'ydim. Kimga foydali bo'lsa, yaqinda tanishlarimiz umraga kelmoqchi bo'lsa yoki o'z niyat qilib turgan bo'lsangiz, shu videoni tashlab qo'yinglar. Do'stlarga. Hikmat Travelda hozirda aytib o'tgandek Farg'ona, Andijon, Namangan vodiyga reyslar bor. Toshkentdan deyarli har kuni bo'lyapti. Samarqand, Termizdan ham reyslar qo'yilyapti albatta. Kimga ma'qul bo'lsa, narxlarimiz ziyoratchi davomida Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taom 50 metrdan 200 metrgacha masofasi. Makka mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha biz shaxsan turgan mehmoni hozir 2,5 kilometr, 3 kilometr atrofida. Lekin sharoiti 800-900 metrdan ancha yaxshi. Kelib tushganingizda o'zingiz guvoh bo'lasiz. Videoda aytganimga ko'pchilik endi shunday ekan deb ishonmasligi mumkin, lekin kelganingizda sharoitni ko'rib, ovqatlanishda, yotib turishda, ziyoratda, avtobus xizmatini o'zingiz bilasiz. Haramda ham juda ham odam kam. Buning sababi hozir umra mavsumi boshlangani bilan odam juda ham kam. Aynan hozir kelishlik mavsumi deyman, chunki odam kam. Ko'pchilik issiq deb kelgani o'qiyaptimi yoki cho'chiyaptimi, issiq o'tib ketadi deyaptimi, yurishga qiynalamiz deyapti. Do'stlar, mana shu haram hududning o'zida salqin emas, lekin o'rtacha dim bo'lsa ham ichkariga kirib, mana Safo Marvarda masjidga kirib, aylanib yursangiz, juda ham muzdek salqin. 24 soat albatta avtobuslar bor, xizmat ko'rsatadi. Standartimizda 20 ga yaqin joy ziyorat qilsangiz, 17 kunlik ota-ona paketida sizlar 30 dan oshiq joy ziyorat qilasiz. 1 oylik paketda endi o'zingizlar tasavvur qilib olavering.
Do'stlar, biz xizmatdamiz, videoda yakunlaymiz. Kimga narxlarimiz, albatta vodiy bo'lsangiz yoki vohadan bo'lsangiz, filialga borib, ofisga borib ma'lumot olinglar. Agarda uzoqlik qiladigan bo'lsa, telefon qilib, WhatsApp yoki Telegramdan pasport tashab, shu internetda ko'rdim deb pasportingizni tashab kelsangiz, bu videolarni shu yerda chiqyaptimi, shu yerdagi narsani yoritib beryaptimi, shunga ishoninglar. O'zbekistonda ko'rsatib, O'zbekistonda reklama qilyapti. Bu yerda sharoitni men kirib boshqa firma yoki boshqa insonlar bilan suhbatlashsam, u yerda berilgan ma'lumotdan ko'ra bu yerda berilgan ma'lumot orqali kelsa afzalroq ekan deyapti. U insonni gaplarini, videolarini chiqarmadim. O'zi ruxsat bermadi. Shuning uchun video olsangiz, gapirib o'tib ketavering. O'zbekistonda video qo'yganlarda ma'lumoti bu yerda aytgan ma'lumotga to'g'ri kelmayapti deyapti. $800 kelgan bo'lsa ham $1,500 kelganim afzal ekan deyapti. Haramda ko'pchilik o'zbeklar tanib, ko'rib, shu suhbatlashishimizda shu narsalarni eslatib o'tib ketyapti. Katta rahmat u insonlarga. Albatta bir narsani e'tiborga olsin, farzandlar deyapti. Bir xo'sh tog'amiz ota-onasini jo'natyaptimi? O'zbekistonga qaytib borganda ota-onasi $200 ga go'sht oladi, xarajat qiladi, kimnidir ko'nglini oladi, mahalla ko'yda. Bundan ko'ra $200, $100 oshiqcha to'lab, ota-onasini 14 kunlik ziyoratini kamchiliksiz qilish harakat qilsin farzandlar deb bir xo'sh tog'amiz maslahat berdi. Xo'sh tog'ani o'zi videoga tushib qolmadi, shuning uchun shu gaplarni eslatib o'tib ketdim video davomida dedi. Mayli deb albatta bo'ynimda qo'ygani uchun eslatib o'tib ketdim. Do'stlar, salomat bo'linglar. Kimda yana qo'shimcha savollar bo'lsa beraverasizlar. Operatorlar, ayollar alohida, erkaklar alohida, xo'sh tog'larimiz, xo'jaonamiz telefon qilaverasizlar. Bizlar xizmatdamiz. 24 soat shu yerdamiz. Kimki videolar orqali joyini bron qilib kelsa, o'zimga shaxsan arab nomerim olib operatorlardan bog'lanaversa, Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Salomat bo'linglar, shu yerda inshaalloh ko'rishamiz degan umiddaman.